Diqqat, diqqat! Bu video Dilas o'ynaydigan Real Madridning ashaddiy muxlislari uchun juda ham foydali video bo'ladi. Shuning uchun madridlik she'rlarga videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Albatta, bu gaplarda biroz hazil ham bor. Video boshqa klub fanatlari uchun ham foydali bo'ladi. Xullas, videoning 70% Madrid muxlislariga, 30% esa boshqa klub muxlislari uchun foydali video hisoblanadi. Nima uchun bunday deyotganimni videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ying, unda men boshladim. Jinosim, salomlash esimdan chiqibdi. Dilasda 25 o'ynaydigan qizlar va bolalar hammalarga assalomu alaykum. Qandaysizlar? Kayfiyatlar qalay? Sizlar bilan Maestro Game kanali. Siz Real Madridning ashaddiy muxlisi bo'lsangiz, Madrid logosini Dilasda qo'yishni xohlarsiz albatta. Balki ijtimoiy tarmoqlar orqali topib, akkauntingizga qo'ygandirsiz. Ammo sizda bir muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni Real logosining tepasida xoch shaklidagi boshqa din belgisi joylashgan. Lekin xavotir olishga hojat yo'q. Buni ham yechimi bor, albatta. Siz YouTube yoki Google dan logoni o'rnatish qidiradigan bo'lsangiz, barcha manbalarning ichida faqatgina 5% da mana shunday kres belgisi yo'q bo'lgan Real Madridning logosi kelib chiqadi. Men Real Madridning o'sha belgisi yo'q bo'lgan logotipini o'z akkauntimga qo'yganman. Uni ko'rishingiz mumkin. Hech qanday yomon belgilar yo'q. Men sizlar uchun shu videoda qanday qilib shunday logo qo'yishni o'rgataman. Juda ham ko'pchiliklar Real Madridning logosini o'rnatishganda mana bunday shaklda kelib chiqyapti. Buni to'g'rilashda bir yo'l bor, hozir o'rgatib o'taman. Avval My Club bo'limiga o'tasiz. Bu yerdan Customize bo'limiga o'tib, logo. Va mana tepada ko'rib turibsiz, xristianlarning o'sha belgisi turibdi. Buni to'g'rilash yo'li bor. Custom logoga kirasiz va mana bunday parolni o'chirasiz. Sizlarda endi boshqacha bo'lishi ham mumkin. Ekraningizda turgan kodni rasmga olishingiz mumkin, lekin videoda oxirigacha ko'ring. Mana shu kodni terasiz, Coniform. Sizga bo'ldi deb chiqadi, okey. Ko'rib turganingizdek, unaqa belgisi yo'q bo'lgan logo. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Agarda siz Real Madrid muxlisi bo'lmasangiz, kommentariyaga o'zingiz yoqtirgan jamoangizni nomini yozib qoldiring. Birinchi yozilgan uchta jamoani logotipi va formasini qanday qilib o'rnatishni, kodlarini keyingi videoda sizlarga ko'rsatib o'taman. Bunday bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Meni keyingi videolarni ko'rish uchun o'zingizlarni asranglar, jigarlar.